5-noyabr dushanba kuni Qozog'istonning Chimkent shahrida Olmaota-Toshkent yo'nalishi bo'yicha harakatlanayotgan yo'lovchi avtobusi Turkiston viloyatida istiqomat qiluvchi bezorilar tomonidan o'qqa tutilgan. Bu haqda Qozog'iston mahalliy ommaviy axborot vositalari ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, avtobus bilan bir yo'lda ketayotgan yengil avtomobil yo'lovchilari avtobusga qarata travmatik quroldan o'q uzgan. Ushbu yuz bergan voqeadan so'ng gumonlanuvchilar darhol qo'lga olingan. Ayni vaqtda avtobusga o'q uzgan fuqarolarga nisbatan Qozog'iston Respublikasi Jinoyat kodeksining 293-moddasi bo'yicha bezorilik jinoiy ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov ishlari olib borilmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari travmatik qurolni qanday qilib bezorilar qo'liga tushganini aniqlash maqsadida surishtirish ishlarini boshlab yuborgan. Avtobusda o'zbekistonlik fuqarolar bor yoki yo'qligi bo'yicha aniq ma'lumotlar keltirib o'tilmadi.